Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun optimizatsiya o'rnatish PUBG'ga birinchi nastroyga kirib olamiz. Nastroyga mana bunda. Nastroyga kirib olib chiqamiz hamma narsadan. Xo'p, birinchi bizga pastroyga tushamiz. Pastroyga tushib turib, mana shuni bosamiz. Yo'q, bo'lmadi. Bosib turib, bosgandan keyin biza shu yerdan qanday topaman? Hozir shuni olaman. Birinchi bo'lib biza joyga kirganmiz. Google degan joyda topib olasizlar. Sizlarda inglizchami, ruschami bilmayman. Menda yo'q ekan ularsi. Yo'q ekan, hozir bizga endi Google degan narsa topilmadi. Build. Qatdan topsak bo'ladi buildda. Hozir. Shunga kirib, xo'p, shunga kirib turamiz biza. Keyin pastroyga tushsak, mana buni bosamiz. Bu masala nima? Bittasi bor, sizlar yoqqaninglardan keyin. Xo'p, mana shu nastroyga kod deb yozilgan. O'sha yerga bosasizlar, bosgandan keyin o'zingizlar kod qo'yasizlar. Nima deyiladi? Git task bu telefoninglarni o'chirib yoqasizlar-da 3 marta. Bunaqa. Hozir 3 marta yoqadiganini bosib turasizlar, kiradi, o'zining narsasi yoqiladi. Kod terasizlar, kod tergandan o'sha narsa yoqiladi git task. Yoqilgandan keyin sizlar o'zingizlar belgilab qo'yasizlar. Nima desa bo'ladi? Nastroyga kirib belgilab qo'yasizlar. Ovoz tegib ketmasligi uchun yo uchib qolmasligi uchun o'shani bosib qo'yasizlar. Keyin shularda o'ynayotganingizda xalal bermaydi. Keyin bundan chiqib turib mana anaqada javob ko'rsatamiz. Mana. Kirib olsin. Sizlarga ko'rsataman. Git dastur shundan hozir ko'rsataman. Shundoq. Zaruriylar oshadi, ham o'tib ketgan narsalardan sizlar o'sha kuchayasizlar o'roq. PUBG degan narsa tezroq kirsa bo'lardi. Git dastur mana. Mana yoqildi, ko'rdinglarmi? Endi buni bossak kod beradi. O'zingizlar kod qo'yasizlar. Mana. Git dasturda mana shu narsalar bor. Xo'p, bularda nimalar terish mumkin? Mana bu yerda bloklar, telefonimda qo'ymaysizlarni. Hozir ko'rsataman. Buni bosa olmaysizlar, ko'rasizlar, qaranglar mana. Chiqib ketmaydi. Qancha urisizlar, chiqmaydi. Endi bu yerdan chiqish. Bo'ldi. Endi bemalol chiqaverasizlar. Xo'p, endi ishlayapti, ishlamayapti. Shunaqa qilib, o'shani yoqib qo'yasizlar, kod berasizlar, bo'ldi. Keyin ishlab ko'rasizlar. Keyin nastroyga o'tamiz. Yana nastroyga qaytib, biz endi nastroyga hop biz endi bundan chiqib turib nastroygadan git dastur tushundinglar o'zingizlar. Ishlamayapti. Hozir endi displayga kiramiz. Display degan joy. Sizlarda ekran yarki bo'ladi. Mana shunga qo'yasizlar. Kirgandan keyin text shrif degan joy bor. O'shani yoqib qo'yasizlar. Mana uch turib mana yoqib qo'yasizlar. Kattalashtirasizlar. Buni o'zini tez ishlashini sekin qilib qo'ygan mana. Mana qaranglar katta. Katta qilgandan keyin u tez ishlaydi, ham yaxshi bo'ladi. Keyin mana bu pastga o'tkazasizlar-da. Pastga. Birinchisiga o'tkazib qo'yasizlar. Sizlarda bir emas, 2 bo'ladi. O'shani birga o'tkazib qo'yasizlar. Sizlarda katta shrif bo'ladi. Chunki tezroq ishlaydi. Ham optimizatsiya shu narsada tez ishlaydi. Xo'p, keyin bundan chiqamiz. To'g'ri to'g'rimi? Ishlashlari yaxshi bo'ladi.
Keyin boyagi joyiga qaytamiz yana. Hop. Akisi degan joyga hozir topib olsak biz. Mana shunga kiramiz, yana mana shu joyga qaytamiz. Qaytgandan keyin biz mana shu joyga bosamiz. Bosgandan keyin sizlar amalarni o'zingiz o'chirib qo'yasizlar. Menda ham mana ikkitasi uchuv, uchtasi yoquv. Bu sizlarga narsa beradi. Tepadan ham yonadi. Hozir menga kerak emas. Eng pastga tushganingizda ko'rinadi o'zi. Xo'p, keyin bizga hozir yoqishni o'rgataman sizlarga. Bu yerda mana masalan, bu yerda yo'q ekan, qanaqadan yonsa bo'ladi. Bizga kerak yo'q. Perfect. Bu yerdan o'tdik. Bak narsalar o'zi kichkinalanishadi. Mana bu narsa mana shu turibdi-ku iPhone'da. O'sha narsa yo'q bo'ladi, yoqib qo'ysanglar, o'zingizlarga kerak bo'ladi baribir optimizatsiyaga. Xo'p, men yoqib qo'yganman. Ikkitasi yoquv, ikkitasi o'chuv, uchtasi yonuv. Keyin bizga kerak narsa yana chiqamiz, nasturga kirib. Endi bu yerdan biz endi chiqib turib touch degan joy topamiz. Qo'l touch, qo'l rasmi. Shuni bosib turib, yo'q bo'lmas edi hozir bolalar kutib turinglar. Hozir bolalar shundoq qo'l rasmi endi topa olmayapman, lekin touch. O'tib ketmadim bolalar shunda touch ham yozamiz sen. Touch degan joy, season touch. Mana. Shunda bizga yoqib turish, o'chirib turish kerak. Keyin narsalarga kirib, mana mashinaga kiramiz. Kirgandan keyin sizlar mana bunga bosasizlar, sizlarda o'rda turadi. Qaranglar sekin ishlaydi. Ko'rasizlarmi? Sizlar birga qo'yib qo'ysanglar qanaqa tez ishlaydi mana. Mana bunga qo'ysanglar qanchalik sekin tez ishlash uchun birga qo'yib qo'yasizlar. Har doim sizlarda o'rda turadi. Keyin o'rta turganda birga qo'yib qo'yasizlar. Keyin bo'ldi, bu yerdan chiqamiz. Jo'ngdinglar o'zi. Keyin bizga yana shu yerga qaytib turib narsalarni o'chirib qo'yishimiz kerak. O'chuv mana ko'rasizlar o'zingizlar ham. Local servers location. Sizlar o'zingizlar o'chirib qo'yasizlar. Qolgan narsalar yo'q. SID bo'ldi. Har doim sizlar ularni yoqib qo'yasizlar. General, keyin настройкаga kirib, настройка kirib, sizlar keyin обновленияni o'chirib qo'yishingiz shart. Обновление kerak yo'q. Sizlar hammasini o'chirib qo'yasizlar. Menda yo'q o'chiq. Sizlar ham o'chirib qo'yasizlar. Install degan joyga kiramiz. Install degan joyga kiramiz. Apple Store. Keyin bu yerdan biz nimalarni o'chiramiz? Hop. Yozdik, narsalarni o'chirib qo'ydik. Keyin o'chirib qo'yganimizdan keyin уже bizning narsalar tugadi. Endi PUBG ga qaytamiz. PUBG ga qaytgandan keyin nasturga kirib, o'zingizlarda 0 bo'ladi, hamma narsalar qilib olasizlar. Kirib turib oxirga qo'yamiz. Endi oxirda biz 90 mashdan keyin oxirgisi sredinadan ekstragacha ham qo'yasizlar. Lobby mana shuni bosib qo'yasizlar. Keyin 140, keyin lobbyga ham shuni qo'yib qo'yasizlar. Hammasiga qo'yib turib buni qizil qilasizlar. Qolganlari уже tugadi. Sizlar bilan Crash PUBG bo'ldi. Bugun shu videoda o'tdi. Optimizatsiya keyingi videoda ham o'rgataman. Xayr, sog' salomat bo'linglar.